Assalomu alaykum. Navbatdagi shohona darvozamizni o'zimiz Namanganga sinov qilamiz. Qizilko'provga darvozamiz razmeri eniga 3 metr, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan. Darvozamiz kirib chiqadigan eshiklar o'ng tarafda bo'ldi. Darvozamiz shohona fason darvoza, Samarqand fasonga o'xshab ketadi. Dizayni lekin undan ham ko'ra shohona. Ruchnoy ishlar juda ham ko'p bo'lgan darvozamiz. Polniy ustunlar vibra prutdan ishlaganmiz. 2 liz, stokalar, taglar, rossiyskiy shveler, avtomobilniy kraska. Polniy ikkinchi qavat qismlari, tugmalarini levislardan ajratib chiqamiz. Kraska avtomobilniy kraska har doimda. Darvozamizni 1 kvadrat metr 1,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab nafaqat Esengi davlatlarga ustunovka dastavkasi. Asosiysi joyingiz lokatsiyasiga qarab, darvozangiz razmeriga qarab narxi umuman o'zgarmaydi. Shu narsani ko'pchilik so'rashadi. Samarqand, Buxoro yoki Surxondaryodan joyimizga qarab narx o'zgarib qolmaydi. Umuman o'zgarmaydi. Narxi sifatida xohlasa ideal holatda bo'ladi. Darvozamiz 2 qavat hisobida, ikkinchi qavatlar riblonka litlari. Darvozamiz 2 litlar, shu yerlar shumkali holatda bo'lgan. Profillar ham mana 2/1, 2/2 zina shaklida ishlaganmiz. Mallar polniy prut vibradan to'qib chiqilgan ruchnoy qilib. Darvozamiz tepasiga Alloh lafzini yozilgan. Darvozamiz sifati yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bundan ideal darvoza chiqarishimizga xudo xolasa, sizlarni qo'llab-quvvatlab turishingiz sabab bo'ladi. Siz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa bundan-da ziyod darvozalarni O'zbekiston bo'ylab, Esengi davlatlar bo'ylab yetkazishga davom etamiz xudo xolasa. E'tibor uchun rahmat.